Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma shu ustalarimizga kuch-quvvat bersin. Oilasiga tinchlik, xotirjamligini bersin. Parvardigor hali bu 15-20 yillardan keyin ham mana shu ustalarni eslab yurasizlar. Xudo xolasa mana shu yerda toat ibodat qilib, shu o'tganlarga hammasiga Qur'on tilovati bo'lib, mana shu yerda o'tganlarni eslab yurishlik hammamizga nasib qilsin. Parvardigor hammamizga, xonadonimizga tinchlik, xotirjamlikni bersin. Parvardigor hammamizga Xudo bergan umrda yashab, o'zimizdan bir esdalik qolishni Allohim o'zing nasib qilgin. Assalomu alaykum Sulton G'azi ahli. Hamma sog' salomatmi? Ana qurilaydigan Xudo xolasa to'yxonasi bityapti. Hasharga kelingizlar. Ertaga yoshlarimiz eslab hammamizni shu duolar qilib yursa esdalik bo'lib qoladi. Ertaga dushanba kuni katta hashar Xudo xolasa. Hammani kelishini meni Hoji bobo talab qilyapti. Shu bosh bo'lib turibdi qariyalarimiz, bu kishilarda ham umri uzoq bo'lsin. Chiqib duoda bo'lib tursa, yoshlarga kuch-quvvat bersa qibtaylaymiz. Ko'pdan quyon qochib qutulmaydi. Hamma kelsin dushanba kuni hasharga. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Allohim, mana bir sabablar bilan mana shu yerga kelib qoldik. Mana shu qishloq ahllari ahillikda, birlikda bo'lib o'zingdan ijozat so'ragan holda mana shu masjid qurishlarini niyat qilibdi. Allohim bu mahallani niyatlarini o'zing niyatlariga yetkazgin. Allohim mana shunday ahillikda, birlikda bo'lib mana shu masjid qurilishlarini boshlabdi. Bundan keyin ham kelajak avlodda ham mana shu masjidlar xizmat qilsin. Mana shu masjidlarda 5 mahal namozlar o'qilib, o'zingni yod etadigan joylardan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor mana hasharimiz juda avjida ketyapti. Qilingan ishlarimiz faqat kelajakni, oxiratlarimizni o'ylab qilayotgan ishlarimiz. Yoshlarimizning kelajagini bilib, shu kelajakda yoshlarimiz ko'rib, mana bularni kimlar qay paytlarda qurgan ekan deb eslash uchun, ular esa bu ishlarimizni davomini hal qilishida borki, Allohimdan tilab qolaman. Avvalambor shu ishtirok etadigan ustalarimizga, ishchilarimizga, hasharchilarimizning hammasining oilalariga tinchlik, totuvlik, ishlarida hamisha barkamollik, faqat yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, ishlarining omadini bersin. Mana shunday ishlarimizni yanada avjiga olib, keyingi hasharlarimizda ham chiroyli qilib ishlashimizda Allohning o'zi kuch-quvvat bersin. Mana kam qoldi. Keyingisida yana bir avjimani harakat qilsak, Allohim nasib qilsa masjidimiz ham, xonaqamiz ham bitib qoladi. Yuqorgi qavurg'a qismi, tepasiga yana bir kuch bersak, Allohim sizdan, bizdan deganday hammamizga bog'liq narsa. Hammangizni e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum qishloqdoshlar, hamma zo'rmi? Dushanba kuni katta hashar bo'ladi, kelingizlar. 89lar kutamiz, kelinglar hammaga. Biz mana el bilan qo'shilib hashar bo'lyapti, masjidimiz qurilyapti mana. Xudo xolasa yana bir yana qilsak bo'ladi, Xudo xolasa bitib qoladi. Hammaga kuch-quvvat bersin, chiqib chekadalar yaxshi sog'-salomat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hamqishloqlar, mana qishlog'imizdagi xonaqoni bitishini ancha yaqinlashib qoldi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga rivoj tilayman. Ustalarimizning umri uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'lingizlar. Qishlog'imizni yoshlari mana bizlardan qoladigan qancha xizmat qilyapmiz. Bu kelasi vaqtlarda hammaga xizmat qiladi. Hammalaringizga sog' salomatlik tilayman. Iloji boricha kelib yordam berib qatnashib yuringizlar. Bu esdalik bo'lib qoladi xonaqamiz. Bizlar o'tib ketsak ham qilgan ishlarimizni eslab berasizlar. Sizlarga katta esdalik. Xalqimizning hamjihatligi yo'qolmasin. Hammalaringizning ishlaringga omad, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli qishloqdoshlar. Mana bu yerda masjidimiz qurilyapti Sulton G'ozi qishlog'ida. Shunda hozir hashardamiz. Nima deymiz, shu elimizga, xalqimizga yaxshi xizmat qiladigan masjidlardan bo'lsin-da. Hamjihatlimiz yo'qolmasin, hammaga omad ishida, hamma birdamlik bo'laylik-da. Assalomu alaykum hamqishloqlar.
Mana ishlarimiz davom etyapti. Mana Xudo xolasa ishimizni boshlaganmiz, masjidimizni Xudo xolasa anchasi bitib qoldi. Mana Xudo xolasa odamlarimiz anchagina yordam qilyapti. Chetda yurgan aka-ukalarimiz ham ehson qilib turibdi. Mana Xudo xolasa o'zimiz ham qo'ldan kelgancha ehson qilyapmiz. Xudo xolasa ishlarimiz ancha yaxshi rivojlanib ketyapti. Mana bizlardan keyingi qoladiganlar ham mana eslab turadi bunday ularni. Namoz o'qish kerak, Xudo xolasa. Inshaallohimizni ko'paytiraylik. Xudo xolasa ertaga bizlarni eslab yuradi. Mana unday aka-ukalarimiz mana shunday qurib bitirdi. Bizlar ham mana shunlarga kelib namoz o'qiyapmiz. Bundan ham kelajakda bundan ham zo'rlarni qilaylik. Ertaroq bitsin, Xudo xolasa namoz o'qiylik she'rlarda. Mana ehsonlarimizni yana ham ko'paytiraylik. Ishlarimiz ham birgalikda mana shuncha ishlarimiz qildik, yana ham bundan ham chiroyli qilaylik. Bizlardan qoladigan narsa mana shu, ertaga eslaydi, mana aka-ukalarim qildi deydi. Bo'laylik. Xudo xolasa mana ustalarimizga ham kuch-quvvat bersin. Ustalarimizga ham ming rahmat. Mana shuncha ishini tayyorlab kelib qilyapti. Mana bizlar ham yonida ha deb turib ishlayapmiz. Bundan ham chiroyli qilaylik. Hamma vaqt mana birdamchilik bo'lib turib, mana shunday ishlarni birgalikda qilib, birgalikda bitirib, hamma vaqt ishlarimizni gullab obodlantirishlarimiz bizlardan xursand bo'lib, atrofda qishloqlar faxrlanib yursin. Mana shunday sultonimiz birikdi, mana shuncha ish qildi. Bizlar nimaga birikilmaymiz? Mana shunday birgamchilik bo'lib turib, hamma vaqt mana shunday hamma joylar gullab yashnatib, mana shunday birgalikda bitirib, ayni gullab yashnab yuraversin sulton og'azi. Yoshlarimiz o'rnak bo'lsin bizlardan. Mana shunday ishlarni qildi deb turib. Erta bizlarni eslab yursin. Mana shunday ishlarni qilib ketdi. Bizlar ham qilaylik mana shunday ishlarni deb turib eslab yursin.